18 asrdagi milliy ruhning bayroqdori Alloma Navbati. Klassik adabiyotimizdagi o'chmas simolardan Mavlana Lutfi va Mir Alisher Navoiylardan boshlangan g'azal shaklini yanama yuqori taraqqiy qildirib, texmi go'zal, texmi sho'x, texmi ravon, texmi jangovar va liriklik tusga kirgizguchi shoirlarning sarkillaridan biri dal Xotanda yashab o'tgan mashhur lirik va romantik shoir Navbati bo'lib hisoblanadi. Uyg'ur klassik adabiyotining 18 asrning oldingi yarmidagi vakil xarakterlik azamat va shu chog'dagi milliy ruhning jangovar simvollik shaxsi bo'lmish Navbatining hayoti va tafsiliy faoliyati haqida mukammal tarixiy ma'lumotlar saqlanmagan bo'lsa-mu, lekin uning she'rlaridagi munosabatlik uchurlarga asoslanganda Alloma Navbatining asli ismi Ömer Qorim bo'lib, Navbati uning adabiy taxallusi edi. U taxminan Hijriya 1098-yili Ramzan oyida, ya'ni 1688-yili 11-oyda Xotanning Yo'rinqash daryosi bo'yidagi Lop nahiyasiga qarashliq İmam Asim Mazırgı tutaş yezisi bolgan Ciya yezisida tug'ilgan. Türkçe manbalerde bolsa Hijriya 1102-yili, ya'ni 1691-yili tug'ilganligi bayon qilingan. Arabcha manbalarda hatta 1107-yili kuzda, ya'ni 1697-yili tug'ilganligi bayon qilingan. 1759-yillardan 1682-yillargacha davr surgan xo'jalar davrida yashagan Navbatining asli ot kasbi tiyuplik edi. Navbati 5 yoshga kirganda yurtida tarqalgan vaboda 4 qarindishidan ayrilib, o'z oilasidagilar bilan Xotan shahrining ilchi bozoriga ko'chib kelib o'ltiraqlashgan edi. Navbatining otasi Kerim Qorim xeli burunla vafot bo'lg'ashqa, uni onasi va ona taraf bovisi beqib va tarbiyalab qatorga qo'shgan edi. Kichkidan boshlabla onasi va bovisining tarbiyasida yaxshi tarbiya olgan Navbati dastlabki bilimlarni o'z uyida va Xotan shahridagi diniy madrasalarda olgan. 15 yoshga kirganda Xotandagi o'qishini tamomlagandan keyin davomli o'rlab o'qish istigida poytaxt Yorkentga borgan. To'limu afsuski 1515-yildan 1666-yilgacha 151 yil jarayonida ayni chog'dagi Sharqiy Turkistonning ilm ma'rifat va madaniyat bushki bo'lgan Yorkent, bugungi nomi Yakan shahri 1680-yillardan 1760-yillargacha tarki dunyochi sopalarning eng cho'ng uvusiga aylanib qolgan edi. Kitaplar ko'ydirilib, zamonaviy madrasalarning hammasi sopalarning jarri samo soladigan o'rniga aylanib qolgan edi. Buningga qattiq echingan Navbati Xotanga qaytib ketmasdan balki Yorkentga qo'shni Yangisor orqali Qashqarga berib, Qashqardagi eng mashhur madrasalarda kamolatga yetkicha o'qigan. Qashqar Uyg'urlarning eng qadimiy shahri bo'lib, Navbati yashagan aşı davrdan toki 20-asrning boshlariga qadar Qashqar shahrida 17 cho'ng diniy madrasa qurilgan edi. Bulardan eng mashhurlari Heytikoh madrasasi, Toji Hekimbek madrasasi, Ömer Hekimbek madrasasi, Dorg'ubek madrasasi, Kenjaza madrasasi, Ahrorxon To'ram madrasasi, Tog'archi ko'chasidagi G'ojam madrasasi qatorliqlardan iborat 7 madrasa Qashqar shahrining Toshqarqi shahar deb atalgan qismiga joylashgan. Do'ng masjid madrasasi, Vangliq madrasasi, Xonliq madrasasi, Qozonchi madrasasi, To'qam madrasasi, Axun Bayuflar madrasasi, Soqiya madrasasi, Sochiya madrasasi, Kaskan Yor madrasasidan iborat 10 madrasa Qashqar shahrining Ishkarki shahar deb atalgan qismiga joylashgan. Toshqarqi shahardagi madrasalarga qaraganda Ishkarki shahar qismiga joylashgan madrasalar uzoqroq tarixga ega bo'lib, bulardan Xonliq madrasasi bilan Soqiya madrasasi texmo qadimki madrasalar hisoblanadi. Navbati yuqorqi ikki donliq madrasada arab va faris tillarini pishiq o'rgandi.
U buningdan ilgari Uyg'ur adabiyoti, arab va Paris adabiyotidagi muhim shaxslarning asarlarini butunlay o'qib chiqib, ichidagi mazmunlarni o'zida to'liq o'zlashtirib bo'lgan edi. Qashqardagi o'qishini tamomlab bo'lay deganda 1713-yili G'aldonning jiyani Sevan Arabdan Qashqarga hujum qilib, Qashqarning hukmroni Ahmad Xojani elidagi Eron Qapirg'a yaylig'iga elib kelganda, Qashqar shahridagi har xil hunarvan ustalar va donliq mal doktorlarini majburiy elib ketishga uringan. Navbati kasbiy tibib va dorigar bo'lganligi uchun qalmoqlar unimi billa elib ketmoqchi bo'lganda, u yerim kechida o'zi yangidan bayqagan yangi retsep orqali Sivan Arabtanning arg'amoq otlarini kesal qilib qo'ygan. Atsi navbati bilan gapini bir qilib olgan bir bag qalmoqlarning shaman baxshisi bilan gaplashib, Xudoning qalmoqlarga g'azablanganligini, navoda ular tutib olgan odamlar va bulib olgan mallarni qaytirib bermasdan ilig'i qaytsa, otlardagi vaboning qalmoq diyorini halokatga yetkazadiganligini, shunga Qashqardan chiroyliqcha chekinib ketishi lozimligini aytgan. Darvaqa qalmoqlar bu qitim tutib olgan odamlarni qo'yib berib, bulg'an narsalardan voz kechib, Qashqardan chiroyliqcha qaytib ketgan. Bu ishning siri oshkor bo'lgandan keyin Qashqar Uyg'urlari uning istidodli kishi ekanligini vaqtida bayqab olib, navbatini bir necha yilgacha tutib qolgan. 1716-yili Sivan Arabtanning inisi Cho'ng Serin Dorib degan qalmoq 3 tuman otliq askar bilan Tibetga yurish qilganda, Qashqar, Yorkent va xotellardan nurg'un ot boqquchilar, mal doktorlari va bordaqchilarni Tibetga majburiy elib mangmoqchi bo'lganda, navbati yana bir qitim tavakkulchilik bilan bu suiqasdni bechit qilgan. Shunashqa 1717-yildan toki 1740-yilgacha navbati Sharqiy Turkistonning janubiy va sharqidagi barliq Uyg'ur yurtlarini kezib chiqib, g'oyat zo'r xom material to'plagandan keyin Xotanga qaytib kelib, mashhur divonini yezib chiqqan. Navbati oxirgi umrini Xotanda dorigarlik va xattotlik bilan o'tkazgan bo'lib, u 1747-yili bitirgan Divon Navbati nomli she'rlar to'plami bizgacha yetib kelgan. U she'riyat ilmining o'z zamonisidagi piri bo'lg'ashqa, uning 90 misra she'ri 12 muqomga kirgizilgan. Munosabatlik tarixiy materiallardan ma'lum bo'lishicha, Navbatining she'ri divoni bo'lmish. Divoni Navbati yaqinqi zamonlargacha Qashqar, Yorkent va Xotan madrasalarida Alisher Navoiyning asarlari bilan bir qatorda darslik qilib o'qilganligi va taliblarning bu asardan unumli foydalanganligi ma'lum. Bu paket Navbatining Uyg'ur klassik she'riyatida naqadar ko'zga ko'rinarlik o'rinni egallaganligini isbotlab berdi. Divan Navbati nomidagi bir qadar mukammal ikki xil qo'lyozma asar davrimizgacha yetib kelgan. Biri rasmiy divan bo'lib, milodiy 1746-yillar va 1747-yillari Navbati tarafidan bir qo'lliq bitirilgan. Uningga 107 parcha musaddas, 31 parcha ruboiy va 18-asrdagi mashhur tasavvufchi shoir Hudaydaning 69 parcha she'ri va oz sondagi bir qism muhammas kirgizilgan bo'lib, jami 800 qo'shoqdan tarkib topgan mazkur nusxada yana boshqa shoirlarning she'rlari bor. Yana biri Navbatining shogirdlaridan biri Xotanlik Molla Ahmad degan kishi tarafidan to'plangan to'plam bo'lib, uningda jami 1600 misradan ortiq g'azal bor. Mazkur asarda vatanparvarlik, insonparvarlik, kishilarni so'yish, himmatlik bo'lishning fazilati, ilm o'rganishning ahamiyati, xalqni so'yish, millat so'ygisi, tushkunlikni tashlab davomli olg'a ilgirlash va yaxshi axloq fazilatlar bilan qurollanishning ahamiyati qatorliq temalarda maxsus she'rlar bor bo'lib, ayni chog'da Tengirqosh va ishkilanish ichida turayotgan Kuchar, Xotan, Yorkent va Qashqardagi diniy madrasalarda o'qiyotgan taliblarning Divoni Navbatini o'qiganligi va yuqorqi mazmunlardan kallasi echilib,
o'zgacha fikr qilish orqali jiq amaliy naf olganligi to'g'risida tarixiy uchurlar bor. Tarix chaqi milodiya 1759 yilga kelganda Xitoylashgan Manju imperiyasi Sharqiy Turkistonning janubidagi Tarim vodiysiga tajovuz qilib kirib, 1760 yilgacha Aqsu, Qashqar va Xotanni to'liq ishg'ol qilib olgan. Xotan xalqining jasur o'g'lonlari 1759 yili yozda Aqsudan yurish qilib, Xotan daryosi orqali Xotanga besib kelgan Manchin qo'shinlari bilan bo'lgan Imom Osim jing'iga ishtirok qilib, odoqqicha jang qilib, mardlarcha shahid bo'lgandan keyin navbatiga oid bayonlar ko'rilmagan. Buningdan taxmin qilish tas emaski, navbatimu shu qitimqi urushda shahid bo'lgan yoki shu yilning oldi keynida vafot bo'lgan bo'lish ehtimoli eng kuchli.